Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi obyektimizni kiryapmiz. Shu xonadonni. Mana bu xonadonni montajini aytishdi bizga, qilib beringlar deb. Mana kiryapmiz xonadonga. Shu xonadonni boshqatdan montaj qilish kerak. Mana bu xonaga tegmaysizlar dedi. Bu xona yaxshi dedi. Ona yaxshigidan yoq-yoq restavratsiya qilamiz xolos. Mana xonadan kiryapmiz. Mana shu xonadonni boshqatdan qilish kerak deb yonib turibdi faqat bu yerda-yu. Endi asosiy joyga kiramiz mana. Kiryapmiz. Mana shularni mana elektriklar qilib ketgan ekan. Mana shu holatda. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli kuzatuvchilar, mana ustoz bilan kirdik. Ustoz bilan kirib mana shu yerda mana qilishni boshladik mana. Mana shu simlar mana ostida yotibdi, mana yashiklar, mana ko'rib turganingizdek, mana montaj qilib ketishgan ekan bu elektriklar, mana tepadan olib kelib turib, mana olib kirgan, olib kirib mana ko'rib turganingizdek mana hammasi mana qilib ketishgan mana. Ha bu yerda ko'rsatib mana. Ko'p elektriklar mana shunaqa montaj qilib ketar ekan, tayyor qilib. Ko'pi bizda aynib qolib, mana biz boshladik mana. Asosiy yashikni o'yishni boshladik. Mana bu zallarga kirdik mana. Xuddi mana shunaqa qilib montaj qilib qo'yishgan mana. Ko'rib turganingizdek mana. Hamma xonalar mana. Xuddi mana shunaqa qilib montaj qilib ketishgan mana. Ichkaridan montaj qilishgan. Mana ko'rib turganingizdek. Mana hamma xona xuddi shu holatda mana. Mana yerdan olib ketgan mana simlarni. Mana konditsionerga u yerda olib ketgan mana konditsionerga. U olib borib qo'ygan. Mana u ham xuddi shunaqa mana. Ko'rib turgan. Yana biz buni tugatib, Xudo xolam nasib qilsa, sizlarga obzor qilib beramiz. Xuddi shu xonadonni. Mana. Xuddi shu xonadonni yana obzor qilib beramiz. Tugatib ishimizni. Chiroyli qilib, bitirib sizlarga ko'rsatamiz. Inshaalloh, Xudo xolasa. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.